Dadasi. Rahmatli oyijonimdan keyin ancha qiynalib qolgan edigan. O'shanda yaxshiyam ular bergan narsalarini kiymasdan olib qo'ygan ekanman. Qiynalganimizda hammasini chiqazib qo'shnilarga sotib yuborganman. Keyin ro'zg'orni kamchiligini to'ldirganman. Bekor gap. Bizning ro'zg'orda hech qachon kamchilik bo'lmagan. Biz yaxshi yashaganmiz. Erkak kishi bo'lsangiz, siz qayerdan ham bilardingiz, dadasi? Hamma gapni aytavermagandirman sizga. Bo'lmagan gap. Erkak kishi hamma narsani sezib bilib turadi. Onasi shuning uchun ham erkak u. Oshirib yubormadilarmi janob oliylar? Shu gap. Bizning ro'zg'orda hech qachon yetishmovchilik bo'lmagan. Biz doim yaxshi yashaganmiz. Demak, men noshukur, yolg'onchiman, shundaymi? Men ishga borishim kerak. Siz bilan bo'lar bo'lmas gaplarni gaplashib o'tirishga vaqtim yo'q. Meni yolg'onchiga chiqarmay, bir og'iz baraka top onasi deb qo'ysalar bo'lardi-ku. Nahotki shuncha qilganlarimni u kishi bilmadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tirsanmi? Ha. Inistda ishlar ko'payib, kech olib ketdim. Ha. Kiyimlaringizni almashtirib chiqsangiz, ovqat sizaman. Boringga shukr onasi. Xafa qilganlarini bilib, endi uzr so'ramoqchilar shekilli. Qara, yo'lda kelayotganimda qaniydi bugun zamiri mastava qilgan bo'lsa, mazza qilib qatiqlarni qo'shib yesam degandim. Oling, osh bo'lsin. Sezganingda qara. Uzr so'ramoqchilar-u, uzoqdan aylantirib kelyaptilar. Lekin ertalabki gapim gap. Bizning oilada hech qachon yetishmovchilik bo'lmagan. Biz yaxshi yashaganmiz. Bo'ldi endi. Hadeb bitta gapni qaytarib gapiravermang. Mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. Biz hech qachon qiynalmaganmiz. Har doim to'kis yashaganmiz. Bo'ldimi? Men yolg'on gapirdim. Shoshma onasi. Ertalab ham gapimni oxirigacha eshitmay, xafa bo'lib ketib qolding. Gapiring, nima demoqchi edingiz? Biz har doim to'kis yashaganmiz. Bu hammasi seni borliging uchun onasi. Nima? Biz yaxshi yashaganimiz seni borligingdan. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat. Boringga shukr onasi. Rahmat. Lekin baribir yaxshi yashaganmiz.